sen meni sevmasang ham, sen meni kutmasang ham, sen meni sevmasang ham, sen meni kutmasang ham, kutaman, kutaman, kutaman. Muhabbat yondirgan dardlarim og'ir, bunchalar bo'lmasang jonim toshbag'ir. Muhabbat yondirgan dardlarim og'ir, bunchalar bo'lmasang jonim toshbag'ir. Siypalar soching shamol, borlig'im sen hilol. Siypalar soching shamol, borlig'im sen hilol. Sevgimni qilma ol, sevib qolganman yomon. Assalomu alaykum azizlar. Sog' omonmisiz? Oramizda dunyo go'zalliklarini ko'ra oladigan, quyoshning chiqishidan tortib botishigacha tabiatning barcha in'omlaridan olamcha zavq olib, ularni qog'ozga tushiradigan insonlar bor. Rishtonlik asli shifokor, lekin qalbga yaqin yuzlab she'rlari bilan el nazariga tushgan qo'shiqchi shoir Fattoh Laziz ana shunday insonlardan biri. Biz bugun sizlarga ana shu inson bilan ajoyib bir suhbatni taqdim etmoqchimiz. Qani ketdik. Ustoz nima xizmat desa, shu she'rimni qo'shiq qilganlaringda Fattoh Laziz she'ri deb qo'shilayim bo'ldi. Kimdir aytadi, kimdir shoirni esdan chiqaradi. Aytmaydi. Gapirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Shoirlar bitta men uchun emas, boshqa shoirlar, juda ko'p shoirlarimiz bor. Zo'r she'rlarni yozadi, lekin ko'pchilik xalq tanimaydi. Ozodbekda nimasi fikri to'g'ri. Hammalaring ruxsat, hamma qo'shig'imga ruxsat. Aytaveringlar deydi. Ota-onalarni hurmat qilsin deyman, tirikligida, hayotligida. Keyin uni foydasi yo'q. Ularni ko'nglini olib, duosini olib yursa, shu bitta nimam, armonim shu xolos. Fattoh aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Rahmat, xush kelibsizlar biz tomonlarga. Bizda Roshidonga xush kelibsizlar. Xushroq bo'ling. Roshidon endi qadimiy qishloqlardan bittasi. Kulollar yurti keyin. Kulollar yurti. Shoirlar ham yurti. Shoirlar ham yurti. To'g'ri. Ha, chunki o'sha Muqimining mashhur sayohatnoma asarida bir o'sha Roshidon degan nimasi bor edi, eslaysizmi o'shani? Ha, hozir. Ammo nazarda Roshidon, Firdavs bog'idan nishon. O'ynab oqar. Obi ravon, sahni guli gulzor ekan. Mana shu she'rlarni yozib ketganlar. O nimada sayohatnomada esingizda bo'lsa, o'sha ba'zi qishloqlarni juda bir yomon tomonlarini aytganlar, lekin Roshidonda eng chiroyli ta'rifni Roshidonga, hozirda Rishton deb aytiladigan go'shaga berganlar. Bu bejizga bo'lmasa kerak. Chunki Rishton nafaqat bir tabiati go'zal, havosi toza, mana shu manzillardan bo'lishi bilan birgalikda insonlari ham haqiqiy bir o'zbekona fazilatlarni o'zlarida mujassam qilgan insonlar ekanda. Lekin bugun biz oddiy bir inson bilan gaplashmayapmiz. Ham shifokor va shoir inson bilan gaplashishni, suhbat qurishni niyat qilganmiz. Ham Tabobat akademiyasining a'zosiman. O'zbekiston Tabobat akademiyasi. Ancha yillar shifoxonalarda ishlaganman. Juda ham yaxshi. O'zi aslida tabiblik bilan shoirlikning orasida qanaqadir uyg'unlik bor. Yaqinlik ham juda bor. Mana hozir tabobat bilan meditsinani birlashtiradi. Iloji boricha shu tabiblar ham nimadan tibbiyotda xabari bo'lish kerak-da, kasallarni to'g'ri davolash kerak. Xalqni aldamaslik kerak. To'g'ri. O'shandaqa bo'lganda xalq keyin rozi bo'ladi-da. Xalqni aldamasdan qo'lidan kelsa davolash kerak. Qo'lidan kelmasa davolamaslik kerak-da. Bitta har xil haligi giyohlarni qilishadi. Uni tarkibini bilmasdan turib ba'zi tabiblar tarkibini bilish kerak. Buning uchun yaxshi o'qish kerak. Bilim yaxshi bo'lsa shu ko'proq mana shu tabobat bilan shug'ullanganlar ko'plari tibbiyot sohasi bilan vrachlar hozir juda ko'pi tabobat akademiyasi asosida shug'ullanishadi. Mana shu o'zingizni aynan sizni mana shu tibbiyotga, tabobatga kirib kelishingiz, keyin mana bu shoirlik
olamga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Men birinchi shu Rishton tumanida Dutur qishlog'ida tug'ilib o'sha yerda katta bo'lganman. O'sha yerda 10-sinfda o'qiganman, o'sha maktabda. Keyin bizning qishloqda mana taniqli shoirimiz Bahodir Iso ijod qilib, mana oxiratlari bo'lsa yaqinda o'tib qolishdi. Keyin bizning ustozimiz Majristondan juda ko'p ustozlar markazdan borib bizda o'sha paytlarda dars berishardi-da. Qishloqlarda domlalar yo'q edi, o'qituvchilar kam edi-da. O'sha yerda G'ulomjon Abdusalomov degan ustozimiz bo'lgan. Maktabda. Maktabda o'sha domlamiz she'riyatga birinchi domlamiz o'sha qiziqtirgan meni. Gulni qo'yardi-da, biz 5 ta krujogimiz bo'lardi. To'g'ri. Masalan, gulni qo'ysa, yozinglar shu gulga she'r deyishardi-da. Mana shu she'riyat yo'llarini, adabiyot xrestomatiyasi bordi, mana aruz vaznida, barmoq vaznida qanday yozish kerak, she'rda qanaqa yo'llarini o'rgatishganda endi domla. Endi shu bizga turtki bo'lgan. Maktabdan qiziqib yurganman-da she'riyatga. Keyin Qo'qon tibbiyot bilim yurti bor. U yerga kirganman. Yoshligimda Yo'ldosh Ali degan do'stim bo'lardi, yaxshi ashula aytib, ovozi yaxshi edi. Menga rubob chalishdi, u paytda bizda imkoniyatimiz bo'lmagan nimalarga kelib o'qishga. Mana shu sentrga, musiqa maktablariga sharoitimiz nima qilmagan, o'zim o'rganganman rubob chalishdi. Keyin yaxshi o'rganganman. Qo'qonga 10-sinfda bitirib Qo'qonga tibbiyot bilim yurtiga kirganman. Bu yerda Qo'qon tibbiyot bilim yurtida Nazirjon Nazarovni Tabassum ansambli bo'lgan. Qo'qonlik Nazirjonlar, Muhiddin aka bu yerda Xudoberdi Nosirov domla bizga o'shalar bilan o'sha yerda Tabassum ansambliga qatnashganman. Ham o'qiganmiz, ham konsertlarga borardik, nimalarni. Shunaqa qilib musiqadan nima qilib o'sha yerda sekin ijod qilishni boshlaganman. Bitta-ikkita she'rlarni yozib, keyin harbiy xizmatdan keyin o'qishni bitirib Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganman. 81-yilda. 81-yilga kirganimda, o'sha Qo'qonda yurganimda Ilhomjon degan do'stim bor o'sha ansamblda. Akordeon cholishardi Ilhomjon. Shu akordeonni o'rganganman, qarang. Keyin menga bitta akordeon sovg'a qilishgan do'stim. Akordeonni ham o'rganganman. Keyin Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganimizda u yerda ustoz Avazbek Mahmudov taniqli juda yaxshi xonanda lirik, mana juda ko'pchilik tanishadi. Avazbek Mahmudovni shifokor ansambli bo'lgan. Medin tibbiyot institutiga qo'shildi. Unga qatnashganman. Paxtalarda ansambl bo'lardi, o'sha bular qatnashib yurib, she'rlarni yozib yurib, keyin bu she'rlarim yozardim. Musiqani yaxshi bilganligim uchunmi, qo'shiqqa tushadigan she'rlar bo'lgan bo'lsa kerak, yozib tashlab qo'yganman, lekin birovga ko'rsatmaganman bu she'rlarni. Keyin shuna bo'lib, tibbiyot institutini bitirib kelganimizdan keyin viloyat markaziy shifoxonasining reanimatsiya markazi bor. U yerda ishladim. Bu yerda ishlaganimdan keyin 87-yildan 93-yilgacha, 93-yildan keyin Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertiza byurosiga meni ishga o'tkazishdi, sud tibbiy ekspertizaga. Sud tibbiy ekspert sohasida ishladim. Bu yerda mana hozirgacha ishlayapman mana. Nafaqaga chiqsak ham, mana o'sha Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy markazini Farg'ona filialida bo'lim boshlig'iman. Mana Bog'dod tumanida tumanlararo sud tibbiy ekspertiza bo'limimiz bor. O'sha yerda mana 95-yildan beri boshqaraman, mana necha yillar bo'lib ketdi. Shu bilan qatori endi ijod ham qilib turaman. O'sha Qo'qonda bizda bitta markazimiz bor edi ham, sud tibbiy ekspertiza bo'limi bor. 97-yil o'sha yerga ishga o'tdim. Endi hamma yerda ishlaganmiz-da, hammasi Farg'onaga qaraydi. 99-yilda Iqbol Soliyev degan ashulachi yigit bor ekan. Hozir tabib emas. Hozir tabib bor-ku. Bu o'sha Iqbol Soliyev bilan tanishganmiz. Kim bilandir janjal qilgan. Sababni ko'ryapsizmi? Iqbol Soliyev kim bilandir janjal qilgan. Urushgan, keyin ekspertizaga jo'natishgan, nima o'sha sizlarga. Ichki ishlar bo'limi jo'natgandan keyin u Iqbol Soliyev, men tashqariga chiqsam, hamshiram, bu doktorim, siz men san'atkorman deganiga men doktorim she'r yozadi desa,
Keyin kirsam, aka she'r yozasizmi? Ha dedim. Bir ko'rsak bo'ladimi dedi. She'rlarimni o'qidida, olsam maylimi dedi. Oling desam bir 10 tacha olibdi-da endi. O'sha davrda 99-yilda Musaxonni endi ovozi chiqib, haligi Musaxon Nurmatov ovozi chiqib, Qo'qonda Oskar studiyasi bo'lgan. O'shanda Nodirjon Araqulov ikkalalari ijod boshlagan davr ekan. Endi she'r oqtarishib turgan davr ekan. O'zi endi boshlashgan bular. Keyin Musaxon ham orada bir 5 yil ijodni ovozi yaxshi chiqmay qolgan. O'sha paytda to'xtatishganda 99da ijodni boshlashgan. Shunda men to'g'ri kelgan ekanman-da. Keyin Iqboljon she'rda borib bergandan keyin oradan bir hafta o'tdi xolos. Sud-tibbiy ekspertiza shu bo'limimizga Iqbol kelib, hatto aka yuring bir akamiz bor tanishtirib qo'yaman chiqsam, Musaxon keyin tanishtirishdi. Men Musaxon Nurmatovman, eshitganman dedim, lekin siz dedim, ko'rishmagan ekan. Aka she'rlaringiz menga yoqib qoldi. Deb keyin bitta Iqboljonga she'r qilib berishibdi. Qo'shiqni menga qo'yib berishdi. She'ringizni. Meni she'rim bilan birinchisi. Birinchi she'ringiz. Birinchi qo'shiq bo'lgan she'rim. Ha, she'rim. Keyin Iqboljon eshitib ko'rdim. Yaxshi, musiqa ham yaxshi nima. Keyin Musaxon hattoki ijod qilsak bo'ladimi birga? Ha, mayli. Keyin studiyaga bordik. Shuna bo'lib ijod boshlandi. O'sha studiyada men ishdan keyin boraman, Musaxonlar studiyada she'rlarni yozing aka deyshadi. She'r ko'p edi o'shanda ham. Keyin shuna bo'lib Iqbolni o'zi bir 10 tacha nima qildi. Undan keyin sekin-sekin nimalar qo'shiqchilar boshlandi. Boshlangandan keyin 2003-yilda endi Musaxondan ancha ijod qildik-da bitta. 2003-yilda nimani o'sha Gulsanamni bitta Otabekka bitta she'r nima qilib bergan Musaxon. She'rimni qo'shiq qilishgan. Men izlagan muhabbatim yor qaydasan degan. Men izlagan muhabbatim yor qaydasan? Yetolmagan armonlarim jon qaydasan? Men izlagan muhabbatim yor qaydasan? Yetolmagan armonlarim jon qaydasan? Shu Otabekka berishga Otabek singillariga bergan. Keyin Gulsanam Mamazoitova keyin aytishganda o'sha qo'shiq bilan nihol laureati olishgan. O'sha yili. Keyin buni Ozodbek Otabekdan aka bu qo'shiqni kim qildi? She'rni kim yozdi? Ha, she'rni kim yozgan? Bastakor kim? Ozodbek qiziqib qolgan. Keyin shu bilan 2003-yilda kelishdi Qo'qonda. Birga tanishdik Ozodbeklar bilan. Hammamiz birga o'tirib Ozodbek bilan tanishdik. Keyin Musaxon aka menga ham qilib bering. Ijodingiz yaxshi ekan, she'rlari yaxshi. Mana shoir birga ekansizlar. Ha, mayli. Shu bilan ijod boshlandi Ozodbeklar bilan. Gulsanamdan keyin Ozodbek shuna bo'lib, keyin 2004-yilda Musaxon bilan ikkalamizni Ozodbek taklif qilishdi Toshkentga. Toshkentda yashaylar, biz sizlarga sharoitlar qilib beramiz. O'sha yerda hatto sizlar borsangiz bo'lar. Mayli dedimda, bormadim. Musaxonni olib ketishdi. Hatto aka siz endi she'rlar jo'natib turaverasiz. Mana endi men sharoitim dedim. Endi yosh o'tib qoldi, bolalar katta bo'lib qoldi dedim, men Toshkentga bormadim. Musaxonni olib ketishdi lekin. Bu yerda sharoit qilishdi. Men bu yerda she'rlarni jo'natib turdim. Har nimada Musaxon telefon qilsa, aka mana o'sha she'r mana qo'shiq, mana qo'shiqchi aytdi. Eshitaman, keyin nimalarda eshitib qolsam, ha, mana meni she'rim deyman. Shuna bu she'rlar juda ko'payib ketdi. Ijod Musaxondan shunaqa boshlandi. Endi Ozodbekda o'zida hozir bir 25 tacha she'rim qo'shiq qilganda. O'sha birinchi chiqishlari. Ha, endi mashhurlarni aytaymi? Mashhurlarni kutaman. Kutaman. Sen meni sevmasang ham, sen meni kutmasang ham bor-ku. Chaqmoq chaqar. Kuyib qolganman, yonib qolganman. Keyin kuygan ko'ngil o'rtada qoldim, muhabbating ichra yo'q. Bu keyin soyam kabi yaqinsan, tuta olmayman hech. Haydasang ham yoningdan keta olmayman. Mana shu qo'shiqlar, ko'zlar qaroshi. Voy ko'zlar qaroshi, dog'day ko'zlar qaroshi.
Mani maftun aylagan o ko'zlari qarashi lol qoldirar mani bir qizning so'rashi Mani maftun aylagan o ko'zlari qarashi lol qoldirar mani bir qizning so'rashi Sohib jamol nigohlari yuragim o'rtar O'ziga rom aylagani ko'zlari qarashi Sohib jamol nigohlari yuragim o'rtar O'ziga rom aylagani ko'zlari qarashi Endi bundan keyin 2006-yilda nima bilan tanishdik? Botir Qodirov bilan. Musaxon orqali hatto bitta she'r qilib beraylik dedi. Keyin adashdim degan she'rim bor edi. Juda mashhur. Ha. Uzun sochlaringni qarosida adashdim. Ikki kamon qoshlaringni jilosida adashdim. Shuni berdim Musaxonga. Kelishdi. Bitta Botir degan ukamiz bor, shuni tayyorlayapmiz. Ovozlari yaxshi. Aka zo'r tushadi Musaxon. Mayli dedi. Botir Qodirov hali o'shanda endigina san'at olamiga kirib kelyapti. Ha, kirib endi hali hech kim tanimaydi. Shu bilan keyin qarasam bir oydan keyin Assalom O'zbekistonda Botirjon shu nimani aytyapti. Siz she'ringiz bilan aytilgan qo'shiq. Ha. Keyin shu bilan nima bo'lib ketdi? Mashhur. Uzun sochlaringni qarosida adashdim ikki kamon qoshlaringni jilosida adashdim Uzun sochlaringni qarosida adashdim ikki kamon qoshlaringni jilosida adashdim Keyin ko'zlaring yulduz sani chorlaydi doim hamon. Yuragimga o't solganay sevib qolganman yomon. Keyin ular boshlandi. Bir Botirda ham shunaqa ko'p. Andijonli bog'larda bir go'zalni ko'rib qoldim. Kuydirmagin. Mana shunaqa bo'lib bir 15 tacha Botirjonda ham bor qo'shiqlari. Shular bu boshqa san'atkorlarda juda ko'p. Mana shu vodiyda san'atkorlarida, Toshkentda juda ko'pchilikda jami bo'lib bir 400 tagan she'rlarni qo'shib qo'yindi. Bu rahmatli Musaxonning hissasi. Musaxon juda ko'p o'sha davrda ijodni to'xtatishmagan. Bir kunda 4-5 ta nimalarni ham she'rlarni ham qo'shiq qilishganda, shunaqa inson bo'lganda ular. Mana endi hozirga kelib endi yosh ijrochilar ko'payib ketdi, mana hofizlar ko'p. Endi bularga ham she'rlarni kelishadi, telefon qilishadi. Oldilariga qo'yaman. Juda ko'pda endi o'zim bilmayman. Qaysinisini nechta qo'shib bo'lgani ham keyingilarni ham yaxshi. O'zlari telefon qilib, hatto o'zlari jo'natsa, telefonimga tashlashadi. Hattoki mana u she'ringiz qo'shiq bo'ldi deb aytishadi. Hech narsa talab qilmayman she'rimga. So'ramoqchi edim, Fattoh aka, she'rlaringizni necha pulga sotasiz bittasini? Yo'q, o'sha sotmayman-da. Ha, men o'zimda qoladi-yu she'r, nima qilaman sotib? Mana kitob chiqaryapman. 2007-yilda Ko'ngil armoni degan kitob chiqarganman. Birinchi o'shanda rosa talash bo'lgan. Kitoblar nimaga sotuvga chiqmay nima bo'lib ketgan, tarqalib ketgan. Lekin birorta she'rimga unaqa qo'shiq chiqib haligi nimalardan biror so'm olmaganman. Gonorar olmaganman. Bundan keyin ham xudo xolasa olmayman. Faqat ular yaxshi aytsa, aytaman, ustoz nima xizmat desa, ha shu she'rimni qo'shiq qilganlaringda Fattoh Lazni she'ri deb qo'shilayim bo'ldi. Kimdir aytadi, kimdir shoirni esdan chiqaradi. Aytmaydi. Mana juda ko'p nimalarda ko'rishadi-da, televizorda zo'r qo'shiq yo'q bo'lsa, muxlislarga buni she'rni kim yozgan ekan deyshadi. Lekin hofiz Orinatda shuni aytgani. To'g'ri. Hamma titrlardan televideniya ham qo'ymaydi, titrlarga yozib qo'ysa bo'ladi. Albatta. Chet ellarda yozadi. Kompozitor yozadi, mana bastakor yozadi. To'g'ri. Shoir panoh, Turkiyalarda ayniqsa. Ana shu nimalarni yozadi hammasi. Bizda bunaqalar kamroq. Televideniya o'sha rahbarlarini endi nimaga yozdirmaydi bilmadim, lekin shu sababini tushunmayman. Yozdirmaydi. Balki qo'shiqchilar o'zlarining mashhurliklariga ta'sir qiladi deb o'ylashadimi deb o'ylayman-da. Shoirni ism familiyasini yozib qo'yishsa. Yo'q, nima bo'lmasa kerak, shoirni nima yozib qo'ysa yaxshi-ku, xalq taniydi. Shoirni ham. O'z qolib ketaveradi shoir. Ha, ular mashhur bo'lib ketaveradi. Qo'shiqlar yaxshi, she'rni kim yozgan hech kim bilmaydi.
Shu aytib qo'ysa bo'ladi. To'g'ri. Shu palonchi pistonchi she'ri bunaqalar ko'p bo'lgan, lekin Ozodbek Nazarbekovni 10 yil konsertiga borganman. Juda ko'p nimalarida nimaga yozib qo'y. Har bitta ketgan qo'shiq o'sha san'at nimalariga, o'sha san'at saroyiga ko'p borganmiz. Xalqlar do'stlik. O'shanda hamma nimadagi bir juda ko'p nimalarda yozib chiqadi. Ozodbekda nima bor shunaqa? Doim gapiradi. Insoniylik bor, doim gapirib eslab o'tadi. Qayta gapirsa ham boshqa biz bo'lmasak ham davrada gapirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Shoirlar bitta men uchun bas u, boshqa shoirlar juda ko'p shoirlarimiz bor. Zo'r she'rlar yozadi. Lekin ko'pchilik xalq tanimaydi. Lekin hofizni taniydi. She'r kimligiligini bilmaydi. To'g'ri. Yozib qo'ysa men aytamanki, "Fatolar she'r deb qo'shlang, bo'ldi" deyman. Shu, keyin to'yimga kelasizlar deyman. Ozodbek ham she'r kelib, qizimni to'yida kelishgan. Botir Qodirov televideniyada ijodim bo'ldi, yubileyimda kelishgan. Shunaqalarga juda ko'p nimalar kelishgan. Shunaqa qilib endi, Xayriyat. Bizga shu, lekin haligi hozir ko'ryapmiz, ana she'r talashyaptimi, qo'shiq talashyaptimi bir-birini yozib. She'r ko'p-ko'p yozib nima qilsa, unisi bo'lmasa bunisi, unisi aytmasa bunisi. To'g'rimi? Meni she'rimda aytibdi, yaxshi-ku. Men Ozodbek haligi yulduzlar ko'rsatuvdi. Hammalaring aytaveringlar deydi. Hammalaringga hamma she'rimda aytaveringlar ruxsat deydi. Uni u aytilib bo'lganlarda hamma o'ziga o'xshatib ayta olmaydi baribir. Birinchi aytganda o'sha avtorida o'shani. Aytavering, ruxsat bersa, yaxshida bu o'lmas nima bo'lib ketadi-da, qo'shiq bo'ladi. Bundan keyin unisi aytaveradi. Aytaverish kerak. Avloddan avlodga o'tish uchun to'xtatmasligimiz kerak-da. Qo'shiqlarni aytish kerak kimdir. O'shani Ozodbekning nimasi fikri to'g'ri. Hammalaring ruxsat, hamma qo'shig'imga ruxsat. Aytaveringlar deydi. Men aytishyapti-ku. Yaxshida bu. To'g'ri. Chunki avloddan avlodga o'tib boradi shu. Uzoq yillar yashashi mumkin. Ozodbekning qo'shiqlari ham, mening she'rlarim ham da to'g'risi. Endi o'sha bu hofizning o'ziga bog'liq ekanda. O'sha shoirlardan ham bir eslab o'tib ketsa hofizlar yaxshi bo'ladi. Albatta. Albatta. Juda yaxshi taklifni aytdingiz. Chunki juda ko'p shoirlarimiz bor. Ular nimagadir shu panada yurishadi. Lekin ular she'rlari bilan mashg'ul bo'lgan hofizlarimiz ularni bir eslab o'tishmaydi-da. Ular o'ziga alam qilsa kerak bu o'sha shoirlarga. Mana yaqinda Ozodbek kelishdi Rishtonga. Chaqirishdi meni, birga suhbat qildik. Vazir-ku, gaplashmay qo'ysam bo'laveradi, lekin unaqa emas-da u inson. Botir keldi, mana nimasini ko'rdingizmi? Farg'onada konsert. Farg'onada o'tgan kelishdi. Botirjon ham chaqirdi, bordim. Sahnalarga olib chiqdi. Shunaqa bo'lish kerak-da. Shoirga hurmat xolos bu. Shoir ulardan hech narsa talab qilmaydi. Masalan, men-da hech narsa talab qilmayman ulardan. Shu ko'ngil. Xursand bo'lib qo'yasiz. O'zi aslida bitta she'rni, bitta yaxshi she'rni dunyoga kelishi ham juda qiyin. Oson narsa emas-da. O'zi hayotda mana o'ylayman-da, Fattoh aka, o'zi inson bo'lib yashashni o'zi bir qiyin narsa. Lekin inson bo'lib turib yana shoir ham bo'lish, yana buni ikki barobar bu mas'uliyat bo'lsa kerak-da. To'g'ri. Chunki o'sha she'rlaringiz qo'shiq bo'lishining birinchi sababi u ohangni to'g'ri kelishi, ohanglarni mos bo'lishi bo'lsa kerak. O'shani aytaman-ku, men shu musiqani yaxshi bilganligim uchun she'rlarim ko'p qo'shiq. Ko'p. Musoxon aytishardiki, hattoki sizni 90% she'ringiz qo'shiq bo'ladi. Desha juda haqiqatda to'g'ri, shunaqa. Juda ko'p she'rlarim qo'shiq bo'lgan. Musoxonga bergan she'rlarimda bitta ikkitasi qolib ketmagan bo'lsa, hammasini qo'shiq bo'lgan. Musiqa bilan nima, masalan, shoir, bastakor, hofiz uchalasi bitta nima bo'lsa, yaxshi qo'shiq chiqadi-da. Ovozga bir yoqadan boshqa. Ovozga ham tush kerak-da. Bastakor bilish kerak-da kimga berib turganligini. Men masalan bastakorga bersam, qo'shiq yaratilgandan keyin o'sha ovozga qarab turib bastakor Musoxon yaxshi tanlagan nimalarni. Ularni nimasini o'sha kerakli nimalarga ovozga ketadigan nimalarni bo'lib taqsimlaganda Musoxon.
Sizga mana tushadi deb aytishadi ular. Shunaqa bo'lib hofizlar mana shu Musoxonni nimalarni aytganlar juda ko'p tanildi. Chunki ular joy-joyiga qo'yib bitdi. She'rga ham ahamiyat berishadi, juda so'ziga ahamiyat berishadi. She'rni so'ziga ahamiyat berish. Endi men ko'proq haq yo'lida yozaman-da. Haq yo'lida deganim tushunarli. Yosh bola ham tushunadi, yosh katta ham. Nima deb turib shoir nima juda murakkab she'r ham qo'shiqqa bo'lmaydi-da. To'g'ri. Juda murakkab she'r yozsangiz ham qo'shiq chiqmaydi. Endi har xil mavzuda bor she'rlar. Bitta qo'shiq emas-u, she'rlar ko'p, hamma mavzuda bor. Haligi bir xilgi she'rlar turadi. U masalan yozib qo'ygan bo'lsam, bir 20 yildan keyin kelib olgan nimalar ham bor-da, mana zo'r ekan deb. Nimalar ham bor, egiz qo'shiqlar ham bor. Egizak qo'shiqlar bo'ladi-yu. Xafa bo'lib qoldingmi men oshiqni dastidan, yomon qarab qo'yarsan kipriklaring ostidan degan bitta she'rim bor. 2010-yilda ozodlik etdi, 2009da. 2010da Botirjon aytdi buni, haqlar bizda o'sha bitta qo'shiq, musiqa boshqa, so'z bitta. 2011-yilda Dutorchilar ansambli shu 3ta, bitta she'rim 3ta nimadan qo'shiladi. Bunaqalar ko'p. Egizak qo'shiqda nima qilmaslik kerak-da? Meni she'rimni olib keldi, bu buzib aytibdi dedi. Buzib aytmaydi. O'zini yo'lida aytgan. Lekin yaxshi aytganlar bor-ku. Endi ularning ichida qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Uchalasi ham yaxshi. Uchalasi ham yoqdi. Uchalasi ham yoqdi. Bastakorlar yaxshi, ovoz zo'r, dutorchilar ansambli ham zo'r aytib qo'ydi. Botir ham yaxshi aytgan, Ozodbek ham yaxshi aytgan. Yaxshi bitta she'rim 3ta nimada yo'nalishda. Musiqa, ohang boshqa endi, lekin so'z bitta. O'shaning uchun ayamaslik kerak. Shoirlar ruxsat berursa, mana hofizlar ham aka men shu she'ringizni boshqa yo'lda aytsam maylimsa, bir qiz o'ynamas ekan. Yo aytmayman dedi-ki, aytaversin. To'g'rimi? Aytsa yaxshi-da, boshqacha nimada. Mana Orxonjon Madaliyevga nimalarni aytishdi, boshqacha yo'lda ham aytishgan. Endi faqat yaxshi qilib aytish kerak-da, buzmasdan. Buzmasdan qo'shildi biz she'rni o'sha ma'nosini, so'zlarini buzib aytgan holatlari ham bo'lganmi she'rlaringizda? Men she'rimdanmi? Yo'q. Nima aytardiki, Ozodbek, badiiy kengash bor edi o'sha paytda. Ozodbek menga shunday, "Hattoki sizning she'ringiz badiiy kengashdan shunday o'tib ketadi." Yani demak, xatosi kamdir-da. O'tib ketganda menga she'ring bunaqa xato demagan. Lekin keyin o'sha badiiy kengashdan ham qaytmagan ekan-da. Hofizlarda aytishicha-da. O'sha badiiy kengashda o'tkazilgan. Hozir badiiy kengash bormi yo'qmi lekin bilmadim. Televideniyada bormi? Chunki ba'zida sal nima qo'shiqlar chiqib qolyapti-da. Radioda bo'lardi. Mana men radioda ishlagan paytlarimda rahmatli Barno Rajab o'sha nima radioni, Respublika radiosining rahbari edilar, eslasangiz agar. O'sha kishi lekin haftasiga bir marta o'sha badiiy kengash o'tkazardilar. O'shanda juda ko'p anaqalarni o'sha yo she'ri yoqmasdi ularga, yo bastakorning nimasi yo'q, qo'shiqning ijrosi yoqmasa, juda qo'shiqlarni qaytarishardi badiiy kengashda. Endi hozir bilmadim, bormi yo'qmi, ishlashyaptimi yo'qmi. O'shaning uchun saviyasi yuqori qo'shiqlar juda ko'p edi-da o'sha paytda. Qo'shiqda masalan nima maqsad nima qo'shiq aytishda, o'sha qo'shiqda kirish qismi bo'ladi. Nima xohlayapti, o'sha keyin shu mag'zi bo'ladi. Keyin chiqishi bo'ladi. Nimani havas qildi, nimaga erishdi oxirigacha. Shularga ahamiyat berish kerak-da, o'shanda tushunadi-da xalq ham. Shunaqa she'rlar bo'lish kerak-da. Poyma-poy bo'lsa, bir ag'dan bir bag'dan olib aytishyapti haligi nimalar. Hattoki aynan shu masalada savol bermoqchi edimda. Mana siz ham shoirsiz, shifokorsiz, ziyoli insonsiz. Mana shu ba'zi hozir aytilayotgan qo'shiqlarni to'g'risi ma'nosiga tushunmayman, yo men aqlim yetmaydi, yoki haqiqatan ham o'sha sayoz she'rlar qo'shiq qilinyapti. Nima deysiz shu fikrga? Endi ular nimada shoirlarda axtarmaydi. Qayerdan nimani olib hech kimga ko'rsatmaydi ular. Yaxshi
bastakor bo'lsa u qilmagin buni deydi. Kim o'zlari ham bastalayapti-da ular. O'zlari bu qo'shiqlarni umri qisqa bo'ladi. Uzoqqa bormaydi. Bir marta, ikki marta eshitishadi-da odamlar. Eshitmaydi uni qaytib. Bu qo'shiqni yaratish juda qiyin. Masalan, she'rni olgandan keyin u bastakorga to'lash kerak, aranjirovka qilish kerak. Nima qilish kerak? Klip olish kerak. Keyin nimaga qo'yish kerak? Televideniyega olib boradimi yo'qmi? Bu yoqqa hammasiga o'sha nima bo'lish kerak edi? Nima deydi? Pul deydi, o'sha pul ketadi. Mablag', o'zini deydi-da. Mablag' sarflanadi. Mablag'ni sarflaganga yarasha u qilgan qo'shig'i xalqqa yoqish kerak. Xalqqa yoqmasa eshitmaydi. Mana hozir umri kalta bo'ladi. Ha, umri kaltada qisqada umri ular uzoqqa bormaydi. Mana ko'p qo'shiqlarimiz mana xalq eshitadi 20 yildan keyin ham eshityapman. Shirar Jo'rayevga necha yil bo'lib ketdi. Dadaxon Hasanovning o'sha Laylo qo'shig'ini. Ha, mana qarang, Laylo qo'shig'i. Rauf Parfi yozgan she'r. Qarang, necha yil bo'lib ketdi. 65 yil bo'libdi. Mana. Lekin hali ham xalq mazza qilib eshitadi insonlarimiz. Dadaxon Hasanovchi Ma'murjon do'stim bor, mana Rishtonlik Qayrag'och qishlog'ida. Bizga Dutur qishlog'ida bo'lsa, Ma'murjon Hamidov degan do'stimiz bor, Oxunjonga, Abjallarni ko'p qo'shiqlarni she'r qilgan do'stimiz. Ma'murjon ham juda ijodi nihoyatda kuchli she'riyati. Bahodir Isoniga ham shunaqa. Endi meni eshitishimga qaraganda yana savol bilan murojaat qilaman. Hal birinchi savolga javob bermasizlar. Shu Rishtonda bir 4 ta juda yaxshi qo'shiq shoirlar chiqqanda, bir paytning o'zida. Ha, shunaqa. Qo'shnimiz hammamizni qarang. Men masalan Duturdan, Dutur qishlog'i Bahodir Iso bor, ustozimiz. Kim men? Qayrag'och ko'chsa Ma'murjon Hamidov. Eskarabda Shuhrat Ahmedov, Karim Tursun bor. Rahmatli Karim Tursun. O'tib ketishda holatlari obod bo'lsin, yaxshi do'stimiz, yaxshi ijodkor bo'lgan. Ular ham shoir. Ha, Karim Tursun juda yaxshi shoir. Shu o'sha 3 ta ham bas 5 kishimiz. 5 ta ekansizlar. Mana shu 3 kilometrda orasida 5 ta shoir. Hammasini juda ko'p she'rlar qo'shiq bo'lgan. Taniqli nimalar aytishgan. Taniqli hofizlar. Hofizlar aytishgan bularni. Bitta savolim bor edi. O'zi aslida dunyoda hammani ham dunyoqarashi boshqacha, hayotga qarash nimalari boshqacha. Endi mana siz shuncha narsaga erishibsiz hayotda. Yaxshi shifokor bo'libsiz, yaxshi ota bo'libsiz, yaxshi oila boshlig'i. Mana shoirsiz. Mana men degan hofizlar sizning she'rlaringizni qo'shiq qilib aytishyapti. Armoningiz ham bormi, Fotiq aka? Ha, endi armonlik nima desam bo'ladi? Biz yetim o'sganmizda, shu yoshligimizda onadan qolgan. Men 12 yashar qolganman, bitta singlim qolgan. 6 yashar, keyin kichkina ukamiz 5 yilda qolgan, 10 oylik. Onamiz yosh o'tishga 30 ga kirganda. Shu hech kim yetim bo'lmasin deyman-da. O'shaning uchun hali kitobni betiga 2007-yilda ko'ngil armoni degan. Ko'nglimizda armoni shu Ozodbek degan yetim o'sgan, Ozodbek ham onalari yo'q. Katta bo'lishganda biz shuna qiynalib katta bo'lganmiz. Shu yetim bo'lmas, ota-onalarni hurmat qilsin deyman, tirikligida, hayotligida. Keyin uni foydasi yo'q. Ularni ko'nglini olib, duosini olib yursa, shu bitta nima armonim shu xolos. Faqat yetimlik. Hech kim yetim bo'lmasin ekan. Ota-onalari bo'lsa hurmat qilishga keyin kech bo'ladi. Otasini urganlar, onasini urganlar aytadi, meni bolam urdi, yo akam urdi, ukam urdi. Shunaqa bo'lmasligi kerak. O'zlarining jigarlarini hurmat qilish kerak. Yosh kattalar borchadimi ko'proq? Ha, yosh kattalar ham boradi-da. Endi ularni e'zozlash kerak, hurmat qilish kerak. Bor shunaqalar, ko'p pasu endi uchrab turadi demoqchiman-da. Ular duolarni olish kerak ota-onani birinchi navbatda. Shu boshqa armonim, nima armonim shu-da. Yoki baribir menga qiziqdi. Mana siz ancha mas'uliyatli ishda ishlaysiz. She'rni qachon yozasiz o'zi? She'r bo'lib qoladi, ko'proq kechqurun, tinchlik bo'lib qoladi kechqurun. Kimda o'zim g'oya kelib qoladi-da, o'ylanib yurasiz ekanda, ichingizda she'r to'qib. O'shda sirazi mana hozir oldin ruchka bilan nima olib yurardim? Bloknot. Shuni ismingizni 2 qator yozib qo'yardim, o'sha mag'zini.
mavzuda deydi. O'sha mavzuni yozib qo'yib, keyin o'tirib tinchlikda yozaman. Hozir mana telefon bor. Telefonda yozasiz, hozir? Mavzu kelsa shunday yozib qo'yaman. Birpasda keyin birpasda yozib qo'yaman. Tinchlik bo'lsa, birov xalaqit bermasa, unaqa bo'sh vaqtlar bo'ladi, kechqurun ishdan keyin yozaveraman. Yo'q, unaqa joy tanlamayman. Tinchlik bo'lsa, birov fikringizni buzmasa, bitta quyilib keladi-da, o'shanda yozib qo'yish kerak. Keyin topolmaysiz. Keyin mana birinchi yozgan she'rlarimda keyin o'sha satrlar kelmaydi qayta. Kelmaydi. O'shanda yozish kerak. Bitta quyilib kelganda birov xalaqit bermasa yozib qo'yaman, birpasda yozib qo'yaman. O'tirganimda. Shunaqa bir nimaga chiqqanmiz? Ana, Assalom O'zbekistonga. O'sha Assalom O'zbekistonga chiqqanimda Tolibjon Isroilov savol berganda endi. Nima Fattoga ilhom qachon keladi? Ilhom dedim, Tolibjon xotin uxlaganda keladi. Nimaga ham yo'lda tinchlik bo'ladi desam, kelsam xotin xafa bo'libdi. Sizni maqtadim dedim, chiqib dedim. Shunaqa tinchlik bo'lsa yaxshi. Mavzular bo'lsa, kimdir mavzu aytadi, lekin haligi buyurtma she'r yozmayman. O'zimni fikrim o'zimdan bo'lsa, bitta mavzu topsam, o'shani albatta yozaman. Mavzuni o'sha mag'zini topolsangiz, ikki qatorda keyin yog'i chiqaveradi. Endi ko'p she'r yozganingizga, men sekin chiqadi, shu she'r yaxshi she'rlar chiqadi. Bitta mavzuni olsangiz. Bunaqa. She'rlaringizda mana maddoh shoirlarimiz ham bor-da, to'g'risini aytish kerak. Sizning she'rlaringizda men maddohlarcha yozgan she'rlarni ko'rmadim. Hammasida o'sha samimiylik, o'sha nima yorga muhabbat, sevgi mavzusi. To'g'rimi? Ko'p she'r ota-onalarga, yetimlarga, har vatan, hamma nimalarda, mavzularda borda hech qilib she'rlar bor. Endi xudo xolasa hali ko'p she'rlar yozamiz, xudo xolasa. She'rlar endi qancha she'rlar yozimiz, Allohim umr bersa, ijod qilib turamiz-da. Bu nimaga kelajakda avlodlarga qoldirish kerak-da, kimdir inson yashadimi? Bir o'zidan bir narsa qoldirish kerak-da, meros. Meros nima qoldirishi mumkin? She'riyatim meros, qo'shiqlarim qolishi mumkin-da. Shu. Mana necha nima asrlar o'tib ketyapti mana. Ulug' bobolarimiz mana she'rlar qo'shiq Alisher Navoiyniki, Mashrab boboniki. O'sha Boburniki aytgan mana she'rlari mana bor-ku. Mana o'sha qo'shiqlari mana avloddan avlodga o'tib kelyapti-ku. Ular xudo yo'qolmaydi, uzoq yillar nima bo'ladi. O'zbekistonda o'sha san'at nimasiga kirgan. O'sha shunaqa bo'lib bizning qo'shiqlarimiz ham kirib qolsa, qani xursand bo'lamiz. Uzoq yillar aytilsa, davom etaveradi. Avloddan avlodga o'tish kerak-da. Shu. Fattoh aka, juda ham bir samimiy, mazmunli suhbat bo'ldi. Sizga kattakon rahmat aytaman. Salom. Mana shunday fikrlaringiz bilan ancha mana shu sizni ko'rganlar, sizni ko'radiganlarni ongiga bir yangicha tushuncha, yangicha bir fikrlarni yetkazib bera olasiz-da. Mana hozir o'sha armonlaringizni aytganingizda ham bu hech kimnikiga o'xshamagan gaplar bo'ldi, to'g'risi. Odamlar bor, onasi, ota-onasi tirik, hayot, lekin ularni qadriga yetishmaydi. Lekin sizni armoningizni eshitib, to'g'risi, ancha ta'sirlandim. Har doim sog'-salomat bo'ling. Rahmat. Ijoddan charchamang, hali aytganimdek. Mana shunaqa yaxshi kunlarda yaxshi xabarlar bilan mana yozuvchilar uyushmasining a'zoligiga ham nomzodingiz ko'rsatilgan ekan. O'shanaqangi bir quvonchli kunlarda ko'rish nasib etsin. Omon bo'ling.